Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu gap faqat katta biznes egalari yoki ko'p uy-joyi bor odamlarga tegishli emas. Bu ma'lumot bank kartasi bor har bir fuqaro nomida uy, kvartira, yer, do'kon, dala hovli yoki boshqa ko'chmas mulk turgan har bir inson uchun juda muhim. Chunki yangi tartiblar bo'yicha bank kartalaridagi pul aylanishi, ko'chmas mulk oldi-sotisi, daromad manbai va soliqqa oid ma'lumotlar avvalgidan ko'ra ancha jiddiy tekshiriladi. Men bu mavzuni oddiy tilda tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak, kim bemalol yurishi mumkin, qaysi holatlarda karta bloklanishi, soliq organlaridan savol kelishi yoki ko'chmas mulk bitimi to'xtab qolishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik xato keyinchalik katta muammoga aylanishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim yangiliklarni sodda tilda izohlab boraman. Avvalgi yillarda ko'pchilik odamlar bank kartasidan shunchaki pul olish, pul o'tkazish, qarindoshga yordam berish yoki savdo qilish uchun foydalanardi. Masalan, kimdir uyda pishiriq tayyorlab sotardi, kimdir kiyim-kechak olib kelib kartaga pul qabul qilardi, kimdir mashina ijarasi, uy ijarasi yoki xizmat ko'rsatishdan tushgan pulni shaxsiy kartasiga olardi. Ko'pincha hech kim bu pullarning qayerdan kelgani, nima uchun kelgani, soliq to'langanmi yoki yo'qmi deb chuqur so'ramasdi. Ko'chmas mulk bo'yicha ham shunga o'xshash holat bor edi. Odamlar uy sotardi, pulning bir qismini naqd olardi, bir qismini kartaga o'tkazardi. Shartnomada esa ba'zan haqiqiy narxdan pastroq summa ko'rsatilardi. Kvartira aslida 7 ming dollarga sotilgan bo'lsa, hujjatda 300 million so'm deb yozilgan holatlar uchrardi. Buning sababi oddiy: soliq, boj, rasmiy to'lov yoki tekshiruvdan qochish. Lekin hozir bunday usul tobora xavfli bo'lib bormoqda. Endi tizimlar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Bankdagi pul aylanmasi, soliq organlaridagi ma'lumotlar, notarius orqali rasmiylashtirilgan ko'chmas mulk bitimlari, kadastr ma'lumotlari, elektron shartnomalar va ayrim hollarda bojxona, tadbirkorlik reyestri kabi manbalar solishtiriladi. Men buni oddiy qilib aytsam, davlat organlari endi faqat siz aytgan gapga emas, raqamlar ko'rsatgan manzaraga ham qaraydi. Kartangizga oyga 5 million so'm tushsa, bu bir holat. Lekin har oy 80 million, 5 million, 300 million so'm kirib chiqsa, tizim tabiiy ravishda savol beradi. Bu pul nima uchun tushyapti? Xizmatmi, savdomi, qarzmi, hadyami yoki yashirilgan daromadmi? Eng katta o'zgarish shundaki, shaxsiy bank kartasi endi cheksiz va izohsiz savdo vositasi sifatida ishlatiladigan davr tugayapti. Men bu yerda qo'rqmoqchi emasman. Lekin haqiqatni aytishim kerak. Agar siz shaxsiy kartangizga muntazam ravishda ko'p odamlardan pul qabul qilsangiz, bu daromad sifatida baholanishi mumkin. Ayniqsa pul jo'natuvchilar ko'p bo'lsa, summalar takrorlansa, izohlar bir xil bo'lsa, masalan, buyurtma, tovar, xizmat, ijara, avans deb yozilsa, bunday operatsiyalar odatiy qarindoshlar o'rtasidagi yordamga o'xshamaydi. Misol keltiraman. Dilshod ismli fuqaro Instagram orqali telefon aksessuarlari sotadi. U yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan, hisob varag'i yo'q, chek bermaydi. Xaridorlar unga har kuni 20 ming, 20 ming, 300 ming so'mdan karta orqali pul yuboradi. Bir oyda kartasiga 25 million so'm tushadi. Dilshod o'ylaydi, bu mening shaxsiy kartam, hech kim aralashmaydi. Lekin tizim buni boshqa odamlar tomonidan muntazam tushayotgan savdo tushumi sifatida ko'rishi mumkin. Ertaga undan bu pullarning manbai tovar qayerdan olingani, soliq to'langanmi deb so'ralishi ehtimoli bor. Yana bir misol. Munira opa 2 xonali kvartirasini ijaraga bergan. Ijarachi har oy 4 million so'mni uning kartasiga o'tkazadi. Agar ijara shartnomasi rasmiy tuzilmagan bo'lsa, soliq to'lanmasa, kartaga muntazam bir xil summa tushishi savol tug'diradi. Bir oyda emas, 2 oyda emas. Lekin 10-13 oy davomida bir xil shaxsdan bir xil summa kelib tursa, bu oddiy yordam emas, doimiy daromad belgisi. Bunday holatda ijara shartnomasini rasmiylashtirish, soliq masalasini hal qilish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Ko'chmas mulk egalari uchun ham yangilik shuki, uy yoki yer sotilganda pulning kelib chiqishi va shartnomadagi narxga e'tibor kuchayadi. Masalan, siz kvartirani sotib olyapsiz va rasmiy maoshingiz oyiga 3 million so'm, lekin siz 900 million so'mlik uy xarid qilyapsiz. Tizim yoki bank savol berishi mumkin. Bu mablag' qayerdan keldi? Bu noqonuniy degani emas. Balki ota-onangiz yordam bergandir, oldingi uyingizni sotgandirsiz, yillar davomida jamg'argandirsiz, chet elda ishlab pul topgandirsiz.
Lekin asosiy masala shuki, buni hujjat bilan tushuntira olish kerak. Birinchi navbatda shaxsiy kartasidan biznes uchun foydalanayotganlar ehtiyot bo'lish kerak. Uyda savdo qilayotgan, onlayn do'kon yuritayotgan, kosmetika, kiyim, elektronika, oziq-ovqat, mebel, qurilish mollari yoki boshqa mahsulot sotayotganlar o'z faoliyatini qonuniy shaklga keltirishi kerak. Chunki daromad bor joyda soliq masalasi ham bo'ladi. Men doim aytaman. Muammo pul topishda emas, muammo uni yashirin va izohsiz yuritishda. Ikkinchi guruh uy, joyini ijaraga berib, pulni kartaga olayotganlar. Agar siz bitta kvartirani ijaraga bergan bo'lsangiz ham, bu daromad hisoblanadi. Ayniqsa ijara to'lovi har oy bir xil sanada tushsa, izohda ijara deb yozilsa yoki ijarachi bilan yozishmalarda bu tasdiqlansa, keyinchalik buni oddiy qarz deb tushuntirish qiyin bo'ladi. Rasmiy shartnoma tuzish ko'pincha odamlar o'ylaganchalik murakkab emas. Aksincha, shartnoma sizni ham himoya qiladi. Ijarachi to'lamasa, uyga zarar yetkazib chiqib ketmasa, sizda huquqiy asos bo'ladi. Uchinchi guruh. Qisqa muddat ichida bir nechta ko'chmas mulk sotib olayotgan yoki sotayotganlar. Masalan, kimdir bir yil ichida 3 ta kvartira olib, 2 tasi sotadi. Bu oddiy oila ehtiyoji bo'lishi mumkin. Lekin tizim buni investitsiya yoki tijoriy faoliyat deb ko'rishi ham mumkin. Agar bu oldi sotdilardan foyda ko'rgan bo'lsa, soliq masalasi paydo bo'ladi. Shuning uchun har bir bitim bo'yicha hujjatlarni saqlash kerak. Sotib olish shartnomasi, sotish shartnomasi, to'lov dalillari, bank ko'chirmalari, qarz shartnomalari, hadya hujjatlari. 4-guruh kartasiga chet eldan muntazam pul keladiganlar. Bu ham darrov muammo degani emas. Masalan, farzand Rossiya, Koreya, Turkiya yoki Yevropadan ota-onasiga pul yuborishi tabiiy. Lekin summa juda katta bo'lsa yoki bir necha odamlardan doimiy tushsa, bank pul yuvishga qarshi talablar bo'yicha qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Bu pul kimdan? Nima uchun, qanday munosabat asosida kelyapti degan savollarga tayyor bo'lish kerak. Agar siz maoshingizni kartaga olsangiz, do'konda to'lov qilsangiz, kommunal to'lovlarni to'lasangiz, oila a'zolaringizga vaqti bilan pul yuborsangiz, bundan qo'rqishga hojat yo'q. Oddiy hayotiy operatsiyalar muammo emas. Masalan, aka ukasiga 1 million so'm yubordi. Ota qiziga o'qish xarajati uchun 2 million so'm o'tkazdi. Do'stlar restorandagi hisobni bo'lishib to'ladi. Bular tabiiy holatlar. Lekin shu yerda nozik farq bor. Agar sizga bir oyda 2-3 kishidan yordam puli kelsa, bu boshqa. Agar sizga bir oy kishidan kichik summalar tushsa, bu allaqachon savdo yoki xizmat ko'rsatishga o'xshaydi. Demak, masala faqat summada emas. Operatsiyaning xarakterida. Kim yuboryapti, nechta odam yuboryapti, necha marta yuboryapti, izoh nima, pul tushgandan keyin qayerga chiqib ketyapti. Hammasi umumiy manzara yaratadi. Masalan, bir pensioner onaning kartasiga har oy 3 farzandidan jami 5 million so'm yordam keladi. Bu tushunarli. Lekin boshqa bir odamning kartasiga har kuni 34 ta odamdan 7 ming, 1 ming, 2 ming so'mdan pul tushsa va u pul ertasi kuni ulgurji bozoridagi sotuvchiga yoki boshqa kartalarga chiqib ketsa, bu savdo aylanmasiga o'xshaydi. Shuning uchun mening kartamga pul tushdi. Bu mening shaxsiy ishim degan qarash endi yetarli emas. Ko'chmas mulk masalasida men eng ko'p uchraydigan xatoni ko'raman. Odamlar shartnomada real narxni ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Masalan, uy 20 milliard so'mga sotilmoqda, lekin hujjatda 500 million so'm ko'rsatiladi. Sotuvchi ham, xaridor ham shunday qilsa xarajat kamroq bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bu juda xavfli. Ertaga nizo chiqsa, xaridor pulini qaytarishni talab qilsa, sudda hujjatda yozilgan summa asosiy dalil bo'ladi. Siz 20 milliard berganingizni isbotlay olmasangiz, 500 million bilan cheklanib qolishingiz mumkin. Yana bir xavf. Bank orqali katta summa o'tganda shartnoma narxi bilan real to'lov mos kelmasa, savol tug'iladi. Agar shartnomada 500 million, bank o'tkazmasida 1 milliard ko'rinsa, bu tafovut tushuntirish talab qiladi. Agar pulning bir qismi naqd berilgan bo'lsa, alohida tilxat yoki to'lov dalili bo'lmasa, keyinchalik tortishuvda muammoga duch kelasiz. Mulkni hadya qilishda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ota-onaning farzandiga uy hadya qilish normal holat. Lekin begona odamlar o'rtasida qimmatbaho ko'chmas mulk hadya qilinsa, bu aslida oldi sotdini yashirish uchun qilingan degan gumon paydo bo'lishi mumkin. Men bunday holatlarda har doim huquqshunos yoki notarius bilan oldindan maslahatlashishni tavsiya qilaman. Chunki hujjat shakli noto'g'ri tanlansa, keyin uni tuzatish qiyin bo'ladi.
har bir katta pul tushumi darrov noqonuniy daromad degani emas. Masalan, siz eski mashinangizni sotdingiz va xaridor kartangizga 20 million so'm o'tkazdi. Bu normal holat, faqat hujjatingiz bo'lsin. Oldi sotish shartnomasi, to'lov izohi, xaridor bilan kelishuv saqlansin. Yoki siz yaqin qarindoshingizdan qarz oldingiz. Bunda ham oddiy yozma qarz shartnomasi tuzish foydali. Unda kim kimga qancha pul bergani, qaytarish muddati, sana va imzo bo'lishi kerak. Hadiyaga pul olish ham mumkin. Masalan, ota farzandiga uy olish uchun 300 million so'm berdi. Bu holatda pul o'tkazmasi izohida uy xaridi uchun yordam yoki hadiya kabi izoh bo'lsa, keyin savollarga javob berish osonlashadi. Lekin men shuni ham aytaman. Katta summalarda og'zaki kelishuvga ishonib qolmang. Oila a'zolari o'rtasida ham hujjat bo'lsa, bu ishonchsizlik emas, kelajakdagi muammolarni oldini olishdir. Yana bir nozik masala, kartani boshqa odamga berib qo'yish. Ba'zi odamlar kartamdan foydalanib tur, menga baribir deb tanishiga beradi. Bu juda xavfli. Karta sizning nomingizda bo'lsa, undagi operatsiyalar uchun birinchi savol sizga keladi. Tanishingiz savdo qilgan bo'lsa, noqonuniy pul aylantirgan bo'lsa, qarz olgan bo'lsa yoki shubhali operatsiyalar qilgan bo'lsa, siz men bilmaganman deb oson qutulib keta olmaysiz. Bank kartasi, pasport kabi shaxsiy moliyaviy vosita, uni boshqa odamga topshirish tavakkal. Yana bir xato. Ko'p kartalarga pulni bo'lib tashlash. Ba'zilar o'ylaydi, bitta kartaga 20 million tutsa bilinadi. 5 ta kartaga 20 milliondan tutsa bilinmaydi. Bunday yondashuv aksincha shubhani kuchaytirishi mumkin. Chunki tizimlar odamning shaxsiy ma'lumotlari, telefon raqami, pasporti, banklar va operatsiya zanjirlarini solishtiradi. Agar maqsad faqat nazoratdan qochish bo'lsa, bu keyinchalik yanada noqulay savollarni keltirib chiqaradi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Birinchi qadam, kartangizdagi operatsiyalarni tahlil qiling. Oxirgi 6 oy yoki 12 oy bo'yicha bank ilovasidan ko'chirma oling. Qancha pul tushgan, kimlardan tushgan, nima sababdan tushgan, qaysi operatsiyalar takrorlangan, shularni ko'rib chiqing. Agar pul tushumlari asosan maosh, pensiya, stipendiya, yaqin qarindosh yordam bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Agar muntazam savdo yoki xizmat puli bo'lsa, faoliyatni rasmiylashtirish haqida o'ylang. Ikkinchi qadam, biznes qilayotgan bo'lsangiz, shaxsiy karta bilan ishlashni kamaytiring. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish, o'zini o'zi band qilish, kichik biznes shaklini tanlash kabi variantlarni ko'rib chiqing. Qaysi shakl sizga mosligini faoliyatingizga qarab aniqlash kerak. Masalan, uyda repertorlik qilsangiz, sartaroshlik, tikuvchilik, usta xizmati yoki kichik xizmat ko'rsatsangiz, o'zini o'zi band qilish qulay bo'lishi mumkin. Agar tovar olib sotish doimiy do'kon, katta aylanma bo'lsa, tadbirkorlik shakli kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, ijara daromadini rasmiylashtiring. Notarius yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ijara shartnomasini tuzish mumkin. Shartnomada uy manzili, ijara muddati, oylik to'lov sanasi, tomonlarning majburiyatlari aniq yoziladi. Ijarachi pulni kartaga o'tkazganda izohga ijara to'lovi falon oy uchun deb yozsa, bu tartibli hisob yuritishga yordam beradi. Soliqni to'lab borish esa keyinchalik katta jarima yoki tushuntirishlardan saqlaydi. 4-qadam, ko'chmas mulk oldi sotisida real narxni yashirmang. Men bilaman, ko'pchilik xarajatdan qochmoqchi bo'ladi, lekin real narxni ko'rsatmaslik sizga bugun ozgina foyda bergandek ko'rinadi. Ertaga esa katta zarar keltirishi mumkin. Sotuvchi sifatida ham, xaridor sifatida ham bank orqali to'lov qilishga harakat qiling. Pul o'tkazmasida izoh aniq bo'lsin. Kvartira oldi sotish shartnomasi bo'yicha to'lov. Yer uchastkasi uchun to'lov kabi. Naqd pul ishlatilsa, albatta tilxat oling va unda summa, sana, tomonlar, hujjat raqamlari aniq yozilsin. 5-qadam, katta summalarning manbasini oldindan hujjatlashtiring. Uy olmoqchi bo'lsangiz va pulning bir qismi ota-onadan bo'lsa, hadya yoki qarz hujjatini tayyorlang. Chet elda ishlab topilgan pul bo'lsa, pul o'tkazmalari, ish shartnomasi, maosh ma'lumotlari, bank hujjatlarini saqlang. Oldingi mulk sotilgan bo'lsa, sotish shartnomasi va pul tushumi dalili bo'lsin. Bularning hammasi sizni himoya qiladi. 6-qadam, bankdan yoki soliq organidan savol kelsa, e'tiborsiz qoldirmang. Ba'zi odamlar xabar kelganda qo'rqib javob bermaydi. Bu noto'g'ri. Agar bank qo'shimcha ma'lumot so'rasa, iloji boricha aniq va hujjat bilan javob bering. Bu qarz, bu hadya, bu eski mashina sotuv puli. Bu ijara daromad deb aytishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin.
shartnoma, tilxat, chek, bank ko'chirmasi, notarial hujjat, yozishma, hisob faktura kabi dalillar kerak bo'ladi. 7-qadam. Kartangizdan faqat o'zingiz foydalaning. Karta raqamingizni hammaga tarqatish, kartani tanishga berish, boshqa odamning savdosiga o'z kartangizni ishlatib turish kelajakda jiddiy muammo keltirishi mumkin. Har kimdir. Aka, kartangizga pul tushirib olay, keyin naqd berasiz desa, sababini so'rang. Nega o'z kartasidan foydalanmayapti? Nega pul sizning nomingizdan o'tishi kerak? Bu savollar noqulay tuyulishi mumkin. Lekin moliyaviy xavfsizlikda ehtiyotkorlik zarur. 8-qadam. Oilaviy pul o'tkazmalarida ham izoh yozishni odat qiling. Masalan, ona uchun yordam, o'qish to'lovi, davolanish xarajati, qarz qaytarish, uy xaridi uchun yordam kabi izohlar keyin vaziyatni tushuntirishga yordam beradi. Albatta, har bir kichik pul uchun hujjat shart emas. Lekin katta summalarda izoh va hujjat juda muhim. Bir odamni olaylik. Sardor aka qurilish ustasi. U har oy turli mijozlardan kartasiga pul oladi. Yanvarda 15 million, fevralda 25 million, martda 31 million so'm tushgan. U bu pullarning bir qismini yordamchilariga beradi, bir qismini materialga sarflaydi. Agar faoliyati rasmiy bo'lmasa, bu tushumlarning hammasi shaxsiy daromad sifatida ko'rinishi mumkin. Aslida uning sof foydasi 8 million bo'lishi mumkin. Lekin hujjatsiz holatda buni isbotlash qiyin. Shuning uchun ish boshlashdan oldin mijoz bilan oddiy shartnoma tuzish, material xarajatlarini chek bilan olish, yordamchilar bilan kelishuvni yozib qo'yish foydali. Yana bir misol. Shahnoza opa uyida tort pishirib sotadi. Har kuni 25 ta buyurtma oladi. Bir oyda kartasiga 2 million so'm tushadi. U o'ylaydi, men katta firma emasman, uyda ishlayman. Lekin daromad baribir daromad. Bunday holatda faoliyatni mos tartibda rasmiylashtirish, mijozlarga to'lovni tartibli qabul qilish, xarajatlarni yozib borish kerak. Bu nafaqat tekshiruvdan qo'rqmaslik, balki biznesni rivojlantirish uchun ham foydali. Ertaga bankdan kredit olmoqchi bo'lsa, rasmiy daromad ko'rinadi. Ko'chmas mulk bo'yicha boshqa misol. Akmal 2020 yilda kvartirani 400 million so'mga olgan. 2024 yilda 720 million so'mga sotgan. Bu yerda narx o'sgan, foyda bor. Qaysi holatda soliq majburiyati paydo bo'lishi, qancha muddat egalik qilgani, qanday imtiyozlar borligi kabi masalalar qonunchilikka qarab baholanadi. Men hammaga bitta narsani aytaman. Qo'shnim shunday qilgan ekan degan maslahatga ishonmang. Har bir mulkning tarixi, hujjati, egalik muddati, bitim turi boshqacha bo'ladi. Yana bir holat, Gulbahor opa qiziga uy olib bermoqchi. Pulning 500 million so'mini onaning hisobidan qizining kartasiga o'tkazadi, keyin qiz uy sotib oladi. Bu oilaviy yordam. Lekin keyin savol tug'ilsa, bu pul qayerdan deyiladi? Agar ona bu pulni oldingi uyini sotib topgan bo'lsa, o'sha sotuv shartnomasi kerak. Agar yillar davomida jamg'argan bo'lsa, bank omonatlari daromad manbalari yordam beradi. Agar hadya sifatida berilgan bo'lsa, buni hujjatlashtirish eng to'g'ri yo'l. Birinchi xato, hech kim bilmaydi deb o'ylash. Hozir moliyaviy operatsiyalar iz qoldiradi. Bank o'tkazmasi, karta tushumi, notarius hujjati, kadastr yozuvi, elektron ariza hammasi keyin ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi xato, hamma pulni naqd qilish. Naqd pul ayrim hollarda qulay tuyuladi. Lekin katta bitimlarda dalil muammosini tug'diradi. Siz pul berganingizni yoki olganingizni isbotlash uchun hujjat kerak. Uchinchi xato, boshqa birovning maslahatiga ko'r-ko'rina ergashish. Shartnomada kamroq yozamiz, kartaga bo'lib tashlaymiz, hadya qilib rasmiylashtiramiz, qarz deb yozamiz kabi gaplar har doim ham xavfsiz emas. Har bir usulning huquqiy oqibati bor. To'rtinchi xato, hujjatlarni saqlamaslik. Men odamlarga kamida bir nechta asosiy hujjatlarni alohida papkada saqlashni maslahat beraman. Oldi sotdi shartnomalari, bank ko'chirmalari, qarz shartnomalari, tilxatlar, ijara shartnomalari, amaga hadya hujjatlari, soliq to'lovlari haqidagi ma'lumotlar. Elektron nusxasini ham telefon yoki bulutli xotirada saqlash mumkin, lekin asl nusxalarini yo'qotmaslik kerak. Bugungi asosiy fikr shuki, bank kartasi va ko'chmas mulk bo'yicha tartiblar ancha jiddiylashmoqda. Oddiy fuqaro qo'rqmasligi kerak, lekin tartibsiz pul aylantirayotgan, shaxsiy kartadan biznes uchun foydalanayotgan, ijara daromadini yashirayotgan, ko'chmas mulk bitimlarida real narxini ko'rsatmayotgan odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Eng yaxshi himoya bu yashirish emas, hujjat, tartib va aniq izoh. Men ekspert sifatida sizga shuni tavsiya qilaman. Bugunoq bank kartangizdagi tushumlarni ko'rib chiqing.
ko'chmas mulk hujjatlaringizni tartibga keltiring. Katta pul o'tkazmalariga izoh yozing. Biznes yoki ijara daromadi bo'lsa rasmiylashtiring. Shunda ertaga bank, soliq yoki notarius oldida ortiqcha xavotir bo'lmaydi. Sizning fikringiz qanday? Kartalardagi pul aylanishi va ko'chmas mulk bitimlari bo'yicha nazorat kuchaygani to'g'rimi yoki oddiy odamlarga ortiqcha bosim bo'ladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir bank kartasi va mulk egasiga kerak bo'lishi mumkin.